Assalomu alaykum. Bugun biz Toshkentdagi eng oldi otxonalarda, eng qimmat zotlar otlar boqiladigan otxonaga kelganmiz. Assalomu alaykum Yoqubjon aka, Tizimsiz aka. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Tepadirom ot bozori otxona dedim deydi. Bu yerda otxona eng qimmat otlar boqiladi bu yerda. Spartanli otlar, uloq otlar deydimi. Bu yer mana bir ko'rishda stadion desiz ham bo'ladi. Men ham stadion deb turibman. Stadion desiz ham bo'ladi. Bir ko'rinishda qanaqadir bir angar qilib foydalanishga desiz ham bo'ladi. Bu yerda taylar qum bilan to'ldirgandan keyin ot plashadga. Otlar uchun sayr qiladigan. Bemalol haligi yoshlar kelibmi, yosh otalar kelibmi, ot minib aylanib yuradigan joyga qilingan. Yozin qishin bor bu narsa. Bor, tepasi yopilgandan keyin. O naqdagi ko'rinayotgan bo'lsa, ochig'i turibdi. Yozda, masalan, asosan yoz, kuz paytlarida. Xuddi mana yog'ochdan o'ralib qo'ygan, tepasi o'shani bu yopiq varianti. Yopiq mana u chunki unda yomg'ir yog'ishida foydalanilmaydi. Bunda tepasi yopiq bo'lsa foydalanadi. Tushunarli. Bemalol qor yog'sa ham, haligi ayniqsa yoshlar sevgan qizi bilan kelib aylanib ketadigan joy. Mehmoningiz bor, aytaylik, ot mingim kelyapti desa-yu, qor yog'vorsa, bemalol olib kelaveradigan joylardan biri. Xullas akalar, bu konteyner materialdan tushyapti. Hozir narxi qanchaga tushyapti? Turlari qanaqa, shular haqida Yoqubjon andijonlik ustakamiz borlar. Anchadan beri bu akamiz bilan birga ishlayapmiz. Ishlari juda go'zal, ko'z tegmasin. Har bitta ishga javob beriladi. Xudo xolasa. Xo'p, konteyner material. Konteyner materialdan qilingan, uzunligi 50 metr. Eniga 20 metr. Balandligini 13 metr qilganmiz. 13 metr ham ancha baland ekanda. 13 metr, o'zi 11 metr hisobini olinadi. Bu ikov yonidan 2,5 metr yana ko'tardik. Pastdan. Ot aylanganda tegmasligi uchun. Tushunarli. Buni mashinalar bilan ko'rsataylik. Mana shu tomoni ko'tarilgan mana 2,5 metr. Bu ham konteynerdan, shivillari. Konteyner bu yerda umuman hammasi konteynerdan aka. Konteynerdan ishlatilgan. Вообще zo'r chiqqan. Narxi qanchadan chiqadi kvadratiga? Aka buni kvadratiga hozir hisoblasa 250 millionga bo'ldi. 250 mingdan chiqadi. 1000 kvadratda pasplashayotgan oladigan bo'lsangiz 1000 kvadrat, 20 ga 50. 1000 kvadrat. 250 mingdan tushyapti. Oralarini tushuntirib o'taman aka. Nechiga qo'yilgan bu yerda? 2,5 metrga qo'yilgan. Aka endi bu yerda bitta savol keladi. Mana stadionni, haligi stadion qilganimizda ham ko'pchilik 180 milliondan narx chiqarganmiz. Esingizda bo'lsa. 20 ga 44 bo'lgan. 21, 22, 44 bo'lgan. Endi qarang. Bu nimaga 250 million bo'lib ketgan sabab aka? Buni balandligi 13 metr bo'lyapti. Stadionning balandligi 11 metr bo'ladi. Buni uzunligi 50 metr. Ya'ni 6 metr qo'shilyapti. O'pchida. Shuni hisobini olgani yaxshi-da, baribir aytgani yaxshi. Buni ko'tarishi bilan o'zi mana stadionga mana o'zi kerak emas. Pastdagisi, kerak emas. U kerak, umuman lishniy rasxodda u. Demoqchimanki, buni stadion qiladiganlarda hali ham 180 milliondan qilib beramiz uni. 20 ga 50 gini. 20 ga 44 ni. 20 ga 44 ni 180 millionga qilib beramiz. Hozir ham qilib beramiz. Endi qarang. Buni yana ham ishlatiladigan materiallarga e'tibor beradigan bo'lsak, buni mana hozir konteynerda 7 li, 8 li, 9 li, 10 li degan materiallar bor, to'g'rimi aka? Mana misol o'zingizdan reklama qilganda tushuntirib o'tasiz. Buni eng katta materialdan ishlatilgan. 9 li, 9,5 materialdan ishlatilgan. Ham baquvvat bo'lgan, ham oraliq masofalari ham, tepalari ham, pastlari ham. Aka ishoning, ozgina bo'lsa ham tebranadigan holat bo'lmagan. 20 yil, 25 yil staji bor ustalarga qilgizganmiz. O'zi buni terib olishni o'zi hozir men tasavvur qila olmayapman. Qanaqa terish. Aka endi buni masalan, ne только stadion, buni boshqa holatda ham foydalansa bo'ladi. Qarang, 1000 kvadrat joy 250 ming so'mdan kvadrat aylanyapti akalar. Buni ne только stadion yoki bo'lmasa angar, sklat, boshqa narsalar uchun ham foydalanishga topshirilsa bo'ladi. Xohlagan maqsadda ishlataveradi. Endi qolgan haligi zanalarga qaraganda masalan 350 mingdan 400 mingdan qilayotgan ishlarimiz bor, to'g'rimi? Unga qaraganda bu arzonroq chiqaveradi. Ya'ni 20 metrga arzon tushyapti-da bu. 20 metrga 250 mingdan tushyapti-da. Endi buni yana ham materialini sal razmerini kichikroq qilib ko'tarishga biz javob beramiz. Hali arzonroq qilsa ham bo'ladi. 200 million, 220 millionga turgisi bo'ladi. Uni ham aytib o'tib ketishimiz kerak. To'g'ri, Tepadagi arzon varianti ham bor, qilib berishadi.
tepadagi tunukalarni olib beradi, yopib berish xizmati ham shuni ichiga kiradi akalar. Ammo ajoyib joylar aka mana. Qidirib yurganlar bo'lsa, aynaqa xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqishadi endi aka. Bo'ldi, bemalol aka. Xo'p, narxlar 150 ming so'mdan boshlanadi. 150 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. 350 minggacha. 350 mingga o'sha qaram o'sha 30 metrgacha ketaveradi, 25 metrli joylarda. Xullas, sizlarda mana shunaqa xizmatga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, akaga telefon qilinglar, ekranda raqamlarni qoldiryapmiz. Aka borib, ko'rib, proyekt chizib, bu proyekt ham o'zingizdan chiqqan, to'g'rimi? Albatta, bu o'zimizdan chiqqan. Endi bu oldindan qilinib kelgan ishlarda bu. Hali mana shuni ham kimdirlar 200-300 dollar sarflab chizdirib olar ekanda. Sarflamaylar. Akada bor, hamma narsani proyekti bor, hamma tomniki bor. Borib chizib ko'rib, mana shunaqa variantda bu joyingizni mana 220 milliondan 250 million so'mgacha bitadi. 220 millionga bunaqa material ishlatamiz, 250 millionga bunaqa material ishlatamiz, variant berishadi. Ma'qul kelgani bilan bossangiz, dangilat urib berib chiqib ketishadi akam. Boringizga shukr, sog' bo'lasiz, aloqaga chiqishadi, kelishtirib berasiz. Bo'ldi. Sog' bo'ling.